islomga chaqirishning ajri, kofirlarning dinga chaqirish va to'g'ri yo'lga boshlash katta ajr beriladigan ishlarning qatoridan bo'lib, siz sababli islomga kirgan biror er yoki ayolning savob va ajrlari hech qanday kamaytilmasdan sizga berildi. O'ylab ko'ring. Ma'lum bir kishi siz sababli islomga kirgan bo'lsa, u kishining barliq namozlari, barliq amallari, tasbihlari, qilgan haj va umra ibodatlari, ruku sajdasi, tutgan ro'zasi, o'qigan Qur'oni qatorliqlarning hammasi qiyomat kuni sizning yaxshi amallaringiz ichida bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybarga ketib o'tib, Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: Agar Alloh sening sababing bilan bir kishini to'g'ri yo'lga boshlasa, bu ish sen uchun qizil tuyiga erishganingdan yaxshi. Yana bir rivoyatda kun chiqqandan boshlab kun patqucha dunyo va dunyodagi manfaatlardan yaxshi. Bir kishi sizning vositangiz bilan islomga kirgan bo'lsa, uning avlodi mu'min bo'ladi. Uning avlodining avlodi mu'min bo'ladi. Bularning qilgan yaxshi amallarining ajri kimga bo'ladi? Buning javobi tunji islomga chaqiruvchiga va to'g'ri yo'lga yetaklovchiga bo'ladi. Jinlar islomga chaqiriq qilishning ajrining kattaligini bilgachga, Qur'oni Karimni bevosita anglab, o'zi dinga kirish bilan birga qavmini dinga chaqirishga oldirdi. Alloh taolo Qur'oni Karim bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on tilovat va namozdan farig' bo'lganda, jinlar o'zlarining qavmini dinga chaqirish uchun minishdi va dedi: Ey qavmimiz, biz Qur'onni angladik. Ular islomga kirgan tunji kunidan boshlabla islomga chaqiruvchilardan bo'lib qoldi. Ey islomga chaqiriq qilguvchi, umidsizlanmang. Allohning diniga chaqirish intayin sharaf, intayin fazilatli bir ish. Garchi siz dinga chaqirgan u kishi dinga kirsin yoki kirmasin, ilgari namozni tark qilguvchi nasihatingizni anglagandan keyin namoz o'qisin yoki o'qimasin, zakotini ado qilsin yoki qilmasin, siz uni da'vat qiling. Alloh Qur'oni Karimda bunday deydi: Sen yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlay olmaysan, lekin Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. To'g'ri yo'lga boshlash Allohning xohishidir. To'g'ri yo'lga boshlash Allohning ixtiyoridir ish. Ey Allohning diniga chaqirguvchi, sizning vazifangiz chaqiriq qilish. Alloh Qur'oni Karimda bunday deydi: Shubhisizki sen eslatguchisan, islomning haqiqatligini ularga majburlovchi emassan. Qiyomat kuni Allohning dargohiga ba'zi payg'ambarlar birla agashkusi bilan kiradi. Ba'zisi 2 nafar agashkusi bilan kiradi. Ba'zilari Allohning diniga bir umr chaqirgan turuqliq yolg'iz keladi. Ular yana da'vat vazifasini ado qilgan payg'ambarlardir. Lekin hidoyat qilish bizning ishimiz emas. Bizning mas'uliyatimiz faqatla to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish. Alloh xohlagan kishiga to'g'ri yo'lda minishga izn beradi. Biz Allohning diniga chaqirishga buyurildik. Allohning diniga chaqirilishni g'animat bilgan kishiga mo'l ajrlar bo'lsin. O'z hayotida Allohning diniga chaqirilishni g'animat bilgan kishilarga mo'l ajrlar bo'lsin.